Çoruq qadimiy ijodlarimiz yoqtirib kiyib kelayotgan bir oyoq kiyimi. U yana shundaqla qadimgi kiyim-kechak madaniyatining yorqin bir julosi. Kiyim-kechak madaniyatining uçqandek taraqqiy qilishiga ergishib, Çoruq tarix sahnasidan asta-asta qiyb qilayotgan bo'lsa-mu, lekin u yanla muayyan saqlash qimmatiga, shundaqla qadimiy ajdodlarimizning tarixini, madaniyatini tadqiq qilishda yaxshi bir material bo'la oladi. Undaqda bir Çoruqning bitishiga necha kun vaqt ketadi. Onunğa neçilik tənərix gididir. Bir çoruqning setilishi neçə pul. Bu təfsilatlarga qiziqayotgan bolsanız, nəzəriniz bizdə bolsun. Burun ajdodlarimiz yaxshi ko'rib kiyayotgan oyoq kiyimi bara-bara shu unutilib ketay, yo'qolib ketay deb qoldi. Lekin biz xalq madaniyat tarbiyalarining ko'ngil bo'lishi, Qashqadaryo madaniyat idorasining alohida qo'llashi bilan biz 4 avlod çoruq tikayotgan akamiz çoruqchilik kasbini davomlashtirib ketdi. Hazır anlamış, ziyatımız bir çoruqning bitishi qancha vaqt ketadi, bir çoruq qancha tannarx ketadi. Bu çoruq sikilish ba'zi qancha, ba'zanlar qimmat o'rib bilinib ketishi mumkin. Lekin bu gamimiz tafsil ziyoratdan olgandan keyin hargizmi bu çoruqniki unda ba'zida yuqori emasligini his qila olasiz. Çoruqqa balki materialga ko'y atrofida material ketadi. Chami kalacağını yaptı kalıpırına. 3 günde bir ayak tutuyoruz. 3 günde mi? 3 günde. İş kılıp 3 günde o bunda 8 saat tüzüm boyunca emas, ettiğini kes mıhtek oldu. Mıhtek oldu. 3 günde ayak tutuyoruz oldu. Şamını hem yine kolunu tutuyoruz buradaki. Kol gumuğuna lakin. Bunun açık uzun materyal bundur. 200 kaya tarafı gidiyor. 200 koylak materyal bu. Şam, from 200 koylak materyalın aram bir tutudu bu. Şamını iş kılıp biraz kişisel kesimi çiğdekadek sık saplaydı bu. Yolu yürüyüşke atlık. Ola bir yaşanğanlığa Yaşanğanlığa uyacak püstü yok bunu. Filmimizdan bir çoruqqa qanchalik ajr, mehnat ketganligini az to'la his qildinglar. Agar çoruqqa ehtiyojinglar bo'lsa, Qag'liq Noya 21 ijtimoiy rayonning yon tarafidagi çoruq do'koniga kelsanglar bo'ladi. Filmning oxiri at yo'llanadi, bizni qo'llab qo'yishni unutib qolmanglar.